Dorishunoslikni birinchi musulmonlar tashkil qilgan. O'simliklardan, kimyoviy moddalardan dorini qilishni musulmonlar tashkil qilgan. Dori ichish qiynalganlarga suyultirib dorini shirin qilib berishni ham musulmonlar qilgan va uni sharob deb atashgan. Sharob, ichimlik. Yevropaliklarning tili kelmasdan sirop deyishib olgan. Hozir biz hammamiz o'sha sirop desa bularning gapi deb tushunamiz. Lekin aslida bizning gapimiz u. Ichimlik degani. Quruq dorini icha olmaydi odamlar, shuni suyultiradi, shakar qo'shib shirin qiladi, sharob bo'ladi. Sharobni ular tili kelmasdan sirop deyishib olgan. Hozir yana shunaqa bir gap aytsam hammalarni sayron qilasizlar. Hozir men so'rasam apteka degani nima degani desam hamma dorixona deydi. Lekin o'zi apteka o'zi musulmoncha gap. Dorixonalarni dunyoda birinchi bo'lib musulmonlar tashkil qilgan. Dorixonada nima qilgan? Dorilarni kichkina xaltalarga solib qo'yganda kelganlarga nimaga o'rab bergan. O'sha xaltalarni takka deydi. Abu Takka degani o'sha takkalari ko'p do'kon degani. Ana. Shuni ular ayta olmasdan apteka deyishib olgan. Nemislar hozir ham apoteka deydi, yozib qo'ygan. Hamma yerga apoteka deb yozishadi ular. Demak, Abu Takkalar bu dorixonalar. Musulmoncha nom. O'sha dorixonalar Bag'dodda, boshqa shaharlarda, bir shaharda 370 ta, 380 ta dorixona bo'lganda, naryoqda hech narsa bo'lmagan. Dorixona nimaligini bilishmagan. O'sha Zingret Hunke aytadiki, Parij tib kulliyasini dunyoda eng kichkina kutubxonasi bor edi deydi. Bir dona kitob bor edi deydi. Lekin bu kitob juda qimmatli edi. Hattoki o'sha vaqtni podshosi mana uncha kumushni, mana uncha sof tillarni haq qilib berib, o'sha kitobdan bitta nusxa ko'chirtirib olgan edi, o'zimni oilamda foydalanaman deb. Uni avaylab aslashar edi. Hamma yo'g'ini urashib qo'ygan edi, undoq edi, bundoq edi deb kelib bu kitob qanaqa kitob desa, musulmon tabib Roziyning kitobi edi deydi.